Menga qara, to'ydan keyin qaynaning bir partagina go'sht bor, shu go'shtdan 8 ta odamni to'yg'izadigan ovqat qiling desalar, men bilmayman demagan. Videoni oxirigacha ko'rib o'rganib olsang, 8 tamas 10 ta odamni to'yg'izasan. Olasan, qirg'ichdan piyozni chiqazasan, qiymalarni solasan, guruch solasan, xuddi shunaqa tiftel qilasan. Alohida guruchni yuvib, xuddi shunaqa tipratikonlarni yasab olasan. Tiftellaringni yasab, morozilkaga tiqib qo'ysan va bu orada kartoshkalaringni xuddi somoncha shaklida to'g'rab qovurib olasan. Xolodilnikning bir chetida yotgan bitta piyoz bilan bolgarskiyni olib yaxshilab qovurib, tuz zarralarini solasan va tipratikonlaringni solib chiqib, chetidan suv qo'ygan, ustidan qo'ymagin, yorilib ketadi. Uylaringni tozalab olasan, chiroyli dasturxon tuzab, orada mashnaqa muzdekkina kompotlaringni ham qo'yib, shakaroblaringni ham qo'yasan, stol ustiga tortasan. Qarabsanki, sendan zo'r kelin bo'lmaydi. Bu videoni saqlanib qo'y. Podpiska ham tashab